Navbatdagi savol. Alloh uchun dugonam bor edi. Eri bo'la turib, fahsh ishlar qilishini, yolg'on gapirishini ko'rib, nasihat qildim. Lekin bu ishlardan to'xtamayapti. Eslatma qilsam, mening gunohimni malomat qilma, deyapti. Nima qilay? Bunday do'stdan uzoq bo'laymi? Menga va dugonamga nasihat qilsangiz. Bismillah va salatu vassalamu ala rasulilloh va ba'd. Bu juda xunuk holat. Agar fahshishlik qilyapti deganingiz nima degani bu? Agar fahshishlik qilib, eri bo'lib turib fahshishlik qilyapti deganingiz, eri bo'lib turib boshqa erkaklar bilan shu zino holati bo'lyapti deydigan bo'lsa, bu dugonada o'zing aloqani. Albatta o'zing uni siz ogohlantiring. Agar ogohlantirishga ko'nmasa, undan aloqani o'zing. Bundan sizga xayr va yaxshilik kelmaydi. Ya'ni Alloh uchun do'st deganda, demak bu gapingizdan chiqadiki, Allohni biladigan, taniydigan, Allohni qadrlaydigan dugonasizlar bir-birlaringiz bilan. Bunday bo'lgandan keyin Allohni eslating, uni ham bir taqvoga chaqiring. Bo'lmasa, qo'rqiting, eringga aytib beraman deng, bildiraman mana shu ish qilib yurganingni deng. Balkim o'shandan qo'rqib to'xtab qolishi mumkin. Vallohu a'lam.